O'zbekiston jadal rivojlanayotgan iqtisodiyoti bilan katta imkoniyatlarga ega mamlakat sifatida e'tiborni tortmoqda. Bugun shaharlar yangicha qiyofa kasb etib, sayyohlar va investorlar uchun tobora jozibador manzilga aylanmoqda. Samarqand, Buxoro va Toshkent kabi qadimiy shaharlar o'zining boy tarixiy va madaniy merosi bilan ajralib turadi. Ayniqsa Toshkent shahri bu jarayonda yetakchi o'rinda. Bu yerda sanoat va turizm markazlari, zamonaviy piyodalar hududlari hamda ko'rkam mahallalar uyg'un holda rivojlanmoqda. Natijada poytaxt nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va turistik markaz sifatida ham o'z o'rnini mustahkamlamoqda. So'nggi paytlarda O'zbekistonga sayyohlar soni ortib bormoqda. Bu esa yangi mehmonxonalarning ochilishiga turtki bo'lmoqda. Raqobat bor joyda esa aynan sifatga bo'lgan e'tibor ham ortib boradi. O'zbekistonda mehmonxona biznesi bu shunchaki tunash uchun joy emas, balki servis, taassurot va iqtisodning muhim qismiga aylanmoqda. Anglaganingizdek, bugungi dasturimizda biz zamonaviy o'zbek mehmondo'stligi haqida so'z yuritamiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda joylashtirish vositalari soni sezilarli darajada oshdi. 2025-yil holatiga ko'ra, mamlakatda qariyb 6900 ta joylashtirish obyekti faoliyat yuritmoqda. Ular qatoriga mehmonxonalar, butik otellar, hostellar hamda oilaviy mehmon uylari kiradi. Faqat 2025-yilning o'zida 962 ta yangi joylashtirish obyekti ishga tushirilgani sohadagi faol o'sishni yaqqol ko'rsatadi. Shuningdek, 2025-yilda yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 227 trillion so'mdan oshgan. Bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 10,4% ga oshganini anglatadi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, soha nafaqat kengaymoqda, balki iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. E'tiborli jihati shundaki, bozorga endi nafaqat milliy, balki xalqaro brendlar ham kirib kelmoqda. Bu esa sohada kuchli raqobat va shu bilan birgalikda xizmat sifatini oshirishda o'z hissasini qo'shmoqda. Xususan 2020-2025-yillar oralig'ida O'zbekistonda xalqaro brendlarga tegishli bo'lgan mehmonxonalar soni 272 taga oshdi. Bu ko'rsatkich mamlakatni Markaziy Osiyoda xalqaro mehmonxonalar tarmoqlari eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biriga aylanayotganini anglatadi. Turizm sohasi O'zbekiston iqtisodiyotidagi eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan biriga aylanib ulgurdi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda mamlakatga turizm maqsadida jami 11,7 million xorijiy fuqaro tashrif buyurgan. Bu 2024-yilga nisbatan 3,7 million nafarga yoki 46,8% ga ko'p deganidir. Bu ko'rsatkich O'zbekistonni nafaqat Markaziy Osiyoda, balki jahon miqyosida ham turizm sur'ati jadal o'sib borayotgan davlatlardan biriga aylanayotganini ko'rsatadi. Turistlar tarkibiga nazar tashlasak, asosiy oqim qo'shni davlat hissasiga to'g'ri keladi. 2025-yilda O'zbekistonga eng ko'p sayyohlar Qirg'izistonda 3,3 million nafar, Tojikistondan 2,7 million nafar, Qozog'istondan 2,7 million nafar tashrif buyurgan. Shuningdek, Rossiyadan 1 millionga yaqin, Afg'onistondan 476,7 ming nafar, Turkmanistondan 370 ming nafar turist kelgani qayd etilgan. Undan keyingi o'rinlarda Xitoy, Turkiya, Hindiston, Janubiy Koreya joy olgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, umumiy turistlar oqimining qariyb 81,5% qo'shni davlatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Bu esa O'zbekistonning mintaqaviy turizm markazi sifatidagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ko'rsatadi. Sayyohlarning katta qismi madaniy tarixiy turizm, ziyorat turizmi va dam olish yo'nalishlarida tashrif buyurgan. Bu jarayon mehmonxona bozoriga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bunda sayyohlar asosan o'rta toifadagi mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari va hostel xizmatlaridan keng foydalanganini ko'rish mumkin. Ayniqsa, narx va qulaylik mutanosibligini taklif etuvchi joylashtirish vositalariga talab yuqori bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga xalqaro standartlarga javob beruvchi yuqori toifadagi mehmonxonalarga bo'lgan qiziqish ham ortib boryapti. Bugun O'zbekistonda turizm nafaqat ko'lam jihatidan o'smoqda, balki sifat jihatidan ham yangi bosqichga ko'tarilmoqda.
Bu esa mehmonxona biznesini iqtisodiyotning strategik va raqobatbardosh sohalaridan biriga aylantirmoqda. Bir paytlar mehmonxona oddiy yotoqdan iborat bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib bu tushuncha anchayin kengaydi. Endi O'zbekistonda mehmonxonalar to'liq xizmat ko'rsatish tizimiga aylanmoqda. Hozirgi mehmonxonalarda qulaylik va tozalik bilan birgalikda xavfsizlik, zamonaviy dizayn, milliy ruh va shu bilan birgalikda raqamli texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Mehmonlar uchun tezkor ro'yxatdan o'tish, onlayn xizmatlar, qulay muhit va sifatli servis bularning barchasi oddiy talabga aylanib ulgurdi. Eng muhimi, mehmonxonalar sayyohlar uchun nafaqat dam olish maskani, balki unutilmas taassurotlar manbaiga aylanmoqda. Milliy uslubda bezatilgan interyerlar, mahalliy taomlar va samimiy xizmat turlari sayyohlarni mazza qilib dam olishlari bilan birgalikda mamlakat madaniyatini qalban his etishga undaydi. Bugun mehmonxona sohasiga faqat turizmning bir qismi sifatida emas, balki iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida qaralmoqda. Chunki har bir yangi mehmonxona bu yangi ish o'rinlari, yangi xizmat turlari, davlat byudjetiga tushum va eng muhimi mamlakat imijining bir bo'lagidir. Mutaxassislarning qayd etishicha, hozirgi kunda eng tez rivojlanayotgan yo'nalish 4 yulduzli mehmonxonalardir. Bu bejiz emas, chunki zamonaviy turist ortiqcha hashamatni emas, avvalo qulaylik va sifatni tanlaydi. Bugungi mehmon uchun eng muhim omillar tozalik, tinch muhit, xavfsizlik, barqaror internet va samimiy munosabat. Aynan shu jihatlarni muvozanatli tarzda taklif qila oladigan 4 yulduzli mehmonxonalar bozorda eng ko'p talab etiladigan toifaga aylanib bormoqda. Hammasini tushuntiraman senga, toza o'zbekcha gapirishga harakat qilaman. Mehmonlarni maksimal harakat qilasizlar, komfortini tayyorlashga. Uni toza o'zbekchalab tushuntirishim kerak, xonani harorati, hamma narsani to'g'rilaysizlar, xo'p? Hozir O'zbekistonimizda turizmga keng rivojlangani sababli bizda raqobat juda ham kuchaygan, lekin biz bundan mamnunmiz. Sababi raqobat rivojlanishga olib keladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. O'zbekistonda turizm rivojlangani bizga juda katta faxr. Turizm rivojlanishi uchun nimalar qilishimiz kerak? Avvalambor mehmonlarimizni juda go'zal va samimiy kutib olishimiz kerak. Ya'ni servis birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Har taraflama muomalamiz, sifatimiz eng zo'ri O'zbekistonda bo'lishi kerak. Uni rivojlanishi uchun biz har taraflama harakatdamiz. Hozir bizning mehmonxonamizda qay darajada oliy darajadagi mehmonlarni kutib olishimizni birma-bir ko'rsatamiz. Bunga yaqqol misol restoranimizni boshidan boshlab ko'rsatamiz. Butun O'zbekiston kaftdek namoyon bo'ladi. Qani ketdik. Avvallari
O'qishga borganimizda chet mamlakatlarga juda havas qilardik. Baland binolarga, oliy darajadagi mehmonxonalarga qarab havas qilardik. Hozirgi kunda Xudoga behisob shukr, O'zbekistonimizda shu turizmga rivojlanishiga e'tibor qaratilgandan juda ham minnatdormiz. Sababi hozir baland minoralar, baland mehmonxonalar O'zbekistonda, ya'ni o'z ona vatanimizda bor. Bundan juda ham faxrlanamiz va faxr bilan biz O'zbekiston uchun, mehmonlar uchun juda ham mehr bilan xizmat ko'rsatamiz. Qanday xizmat turlari bor, qanday mehmonxonalar bor, hammasini hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Hozir biz sizlarga mehmonxonani yuragi bo'lgan restoranimizni ko'rsatamiz. Bu 24-qavatda joylashgan bo'lib, eng yuqori qavatda, ya'ni butun Toshkentimiz kaftdek namoyon. Har bir mehmonxonani restoranida hamisha ertalabki nonushta shvedskiy stol bo'lishi kerak. Bu shvedskiy stol juda ham mehr bilan tayyorlangan bo'lishi kerak. Bu narsa bizga muammo emas, sababi biz o'zbekmiz, mehmondo'st xalqmiz. Har bitta mehmonni, mana degan qaysar mehmonni ham yuragiga ovqat orqali kira olamiz. Bizda malakali oshpazlarimiz mehr bilan xizmat ko'rsatishadi. Ya'ni nima? Bizga kelgan har bitta mehmon bizni milliy taomlarimizni juda ham yaxshi ko'radi, juda ham qadrlaydi. Biz o'shani me'yoriga yetkazib berib, mehr bilan yetkazamiz, beramiz mehmonlarga. Juda ham milliy taomlarimiz mazali, bu narsani o'zingizlar bilasizlar. Hammaliga tatib ko'rib, minnatdor bo'lib, aynan shu taomimiz uchun ham kelishadi bizlar mehmonxonaga. Bundan juda ham biz xursand bo'lamiz. Mehmonxonamizda kimlarni, ya'ni qanday xodimlar olinadi ishga? Avvalambor ochiq chehra, xushmuomala, hamisha kulib turadigan xodimlar olinadi. Xodimlarimiz ingliz tili, rus tili, qancha ko'p til bilsa, shuncha yaxshi. Avvalo til bilgandan oldin muomala zo'r bo'lishi kerak. Ochiq chehra, ochiq kayfiyatda bo'lishi kerak. Shunisiga qarab biz ko'proq xodimlarni tanlaymiz ishga. Bu mehmonxonada hech narsani bilmasdan noldan boshlab kelgan xodimlarning barchasini noldan boshlab o'zimiz o'rgatamiz. O'zimiz ishga olib, ustozlik qilamiz. Hamma qo'limizdan kelgan bor kasbimizni ularga qoldirib, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Mehmonxona tashqi tomondan sokin va chiroyli ko'rinishi mumkin, biroq uning ortida katta va uzluksiz ishlaydigan tizim yashaydi. Birgina mehmonning bir kunlik qulayligi ortida esa o'nlab xodimlarning mehnati turadi. Tozalash xizmatidan tortib resepsiyongacha, qolaversa oshxonadan texnik xizmatigacha. Bularning barchasi o'z ishini o'z vaqtida aniq bajaradi. Shu bois mehmonxonadagi osoyishtalik va tartib qaysidir ma'noda ko'rinmas mehnat samarasidir. Lavozimimni shu Billboy'dan boshlaganman. Keyin reception, hozirda shu sales marketing yo'nalishida ishlayman. Mehmonxona sohasiga front office bo'yicha kirganmiz. Asosan mehmonlar bilan ishlayman. Sales marketing, ya'ni sotuv menejeri va marketing bo'limida xonadonlarni asosan sotish bo'yicha mehmonxona sohasida til bilgan yaxshiroq ishlaydi. Keraklisi sabrli, shu mehmonlar bilan ishlay olishi. Eng muhimi xushmuomalali bo'lish, mehmon bilan servisni yuqori darajada olib kelish va har doim mehmonga kulib javob berish deb o'ylayman.
Hozir mehmonxona sohasida asosiy vazifa qulay muhit yaratishga qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, reseption xodimining roli ham ancha kengaygan. U endi oddiy ma'mur emas, u mehmon uchun birinchi muloqot nuqtasi, zarur hollarda tarjimon, ba'zan psixolog, yo'l ko'rsatuvchi va eng muhimi, mamlakat haqidagi ilk taassurotni shakllantiradigan shaxsdir. Mehmon bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan va uni muammolari bilan shug'ullanadigan eng yaxshi xodim bu albatta reseption bo'ladi. Reseption vazifalari birinchi navbatda mehmonni tushunish, unga nima kerak ekanligini aniqlash va unga servis taqdim etish hisoblanadi. Bundan tashqari mehmonga birinchi navbatda chiroyli muomalada bo'lish kerak va ularni iloji boricha kayfiyatini ko'tarib, maroqli hordiq olishiga yordam berish kerak. Reseption xodimi birinchi navbatda xalqaro tillarni bilishi kerak, ingliz tili va rus tillarini. Undan tashqari juda ham yuqori darajada muloqot qila olishi kerak. Vazifasi mehmon bilan mehmonxonani o'rtasidagi har qanday servisni bog'lash, undan tashqari mehmonxonadagi bor sharoitni mehmonga taqdim etish hisoblanadi. Hozirgi kunda mehmonxonalarga talab juda kuchaygan va shu orqali yoshlarga bo'lgan ishonch ham ortib bormoqda va yoshlar uchun bu juda ham qulay imkoniyat deb o'ylayman. Malakali umuman mana shu mutaxassislarni bu yerga jalb etish uchun qanday talablar qo'yilgan? Avvalo bizani talablarimiz til bilish kerak. Nechta? Kamida rus tili, ingliz tili. Qolgan malakasini yillar davomida, vaqtlar davomida o'zimiz oshirib, o'zimiz o'rgatamiz. Ya'ni bilimimizni o'zimiz bilan olib ketmaymiz-ku, hammasini chuqur noldan boshlab o'rgatamiz. Har bitta sohasida ishlatib, o'rgatib, ko'rsatib beramiz. Bu narsadan hech vaqtimizni ham, xizmatimizni ham ayamaymiz. Hozirda yoshlarimiz ko'proq chet elga bo'lgan qiziqish ortib boryapti, ya'ni go'yoki ularning tasavvurida chet elga borsam yaxshigina pul topaman degan bir fikr uyg'onadi-da. Hozirgi yoshlarimizda hammasi emas, orasida pulga ko'proq qiziqadigani bo'ladi. Bu sohada pul birinchi o'rinda bo'lishi kerak emas. Agar bu sohani chuqur o'rganib, har bitta sohasida ishlab chiqsa, ya'ni bellboylikdan boshlab housekeeping bo'ladimi, oshpazlik bo'ladi, hammasini ishlab chiqsa, pulni o'zi ishoninglar, sizlarni qidirib, topib keladi. Bunga mana so'z beraman, yaqqol misol o'zimizamiz. Noldan boshlab hamma narsani o'rgangan, har bitta sohasida ishlab chiqqanmiz. Oshxonasida ham ishlaganmiz, pastrisida ham ishlaganmiz, housekeepingning har bittasida ishlab chiqqanmiz. Mana hozir Xudoga shukr hech kimdan kam bo'layotganimiz yo'q. Ya'ni eng muhimi oilasidan, mehribonlardan uzoqda bo'lib yurish shart emas, chunki O'zbekistonda ham juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratilyapti, azizlar. Bu shunchaki bir balandparvoz gaplar emas, balki aynan siz uchun biz qayg'uryapmiz. Oho, juda ham yorqin xona ekan. Menga yoqdi, kayfiyatim birozgina ko'tarildi. Bu qanday xona? Bu lyuks xonalarimizdan biri, ya'ni 26-qavatda joylashgan. Yuqori xizmat ko'rsatadigan mehmonxonalar qanday standartga javob berish kerak o'zi aslida? Avvalo servis eng zo'ri bizda bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqa? Yotog'idan boshlab ovqatlarigacha ahamiyat berishimiz kerak. Har bitta xonaga mehr bilan, e'tibor bilan qaraladi. Har bitta xonani haroratigacha hattoki. Nimani birinchi navbatga qo'yasizlar? Ozodagarchilikni. Mehmonni shunaqa kutib olamiz yuqoringi kayfiyatda. Bizani ichki tuyg'ularimiz uni qiziqtirmaydi. Hamisha biz yuqori kayfiyatda shu mehmonni kutib olishimiz shart. Muammolar ham mavjudmi? Umuman mana shu mehmonxona sohasida. Avvallari buni muammo juda ham katta va juda ko'p edi. Hozir muammolarimiz bartaraf etilyapti. Sekin-astalik bilan. Aeroportimizda yashil yo'laklar yo'q edi. Hozir yashil yo'laklar bor. 15 yillik, 20 yillik mehmonlarimiz hozir bizga minnatdorchilik bildirishyapti. Aeroportdan keldik, muomalasi zo'r sizlarning xalqinglarning. Bu bizani xonadonimizga, ya'ni xonadonimizga kirib keladi-da bu. Qulaylik yaratib berishimiz kerak. O'sha kelgan mehmon yana qaytib kelishni xohlash kerak. Boshqa mehmonxonalardan ham iltimos qilgan bo'lardim. Har bitta turistga e'tibor ajratib, mehr bilan kulib kutib olinglar. Ana bizning O'zbekistonimiz haqida shu xursand bo'lib, chiroyli taassurotlarda vataniga qaytib ketsin. Kadrlar yana yetishmasligi ham bor ozgincha. Sababi mana biz hozirgi yoshlarimizda hammasi emas, ozgina sabrli yetishmaydimi? Bitta xodimni olasiz, ya'ni birinchi sinfdan deganda, tayyor kadr, malakali xodim yetildi deganda, qaysidir boshqa sohaga ketib qolishadi. Xavfsizlik birinchi o'rinda bizda. Lekin kichkinagina shu dilni xirat qiladigan muammo kelib turib ehson so'rashligi. Yaxshi hamki, shu narsaga e'tibor ajratib, turist polis, ya'ni politsiyani shu narsaga jalb qilishgan. Yana ham kuchliroq e'tibor bersa, bunaqa dilxiraliklar bo'lmaydi deb o'ylayman.
O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar mamlakat haqidagi dastlabki fikrlarini aeroport, yo'l infratuzilmasi va shuningdek mehmonxona xizmat ko'rsatish orqali shakllantiradi. Shu bois xizmat ko'rsatish nuqtalari, ayniqsa mehmonxona mamlakat imijida muhim o'rin tutadi. Bugungi sayyoh endilikda sayohatni rejalashtirish uchun uzoq izlanishga muhtoj emas. U hatto masofadan turib turli mehmonxonalarni taqqoslab, eng maqbul variantni tanlash imkoniga ega. Agar mehmonxona internet maydonida yetarlicha namoyon bo'lmasa, bronlar sonining pastligi tabiiy holatdir. Zero raqamli makonda ko'rinmagan xizmat amalda mavjud emasdek qabul qilinadi. Bugungi kunda muvaffaqiyat kaliti aynan onlayn hozirlik. Mehmonxona mijoz uni izlayotgan barcha platformalarda namoyon bo'lishi zarur. Ana shundagina u sayyoh tanlovda munosib o'rin egallaydi. Ayni kunlarda O'zbekiston turizm bozorida juda mavqei baland bo'lyapti. Shu sababli brend mehmonxonalarga talab juda ham ko'payyapti. Demakki, yurtni obro'si undagi bor jahon tanigan brendlarni ko'pligi bilan ham belgilanadi. Mana bu Accor Group'ni Mercure brendi bu O'zbekiston uchun juda ham katta bir ahamiyatga ega. Chunki bu brend jahon bozorida o'zining reytingiga ega bo'lgan mehmonxonalar brendiga kiradi. O'zbekistondagi mana bu mehmonxonamiz Yevropa va sobiq ittifoq davlatlaridagi eng zo'r brendiga ega bo'lgan mehmonxona hisoblanadi. Sababi bu mehmonxona o'zi juda ham uzoq muddat qurildi va har bir elementga alohida e'tibor berilgan. Sayohatchilar o'rta miyona qatlam insonlar hisoblanadi, lekin bu brend otellarda ko'p ham sayohatchilar turmaydi. Biznesmenlar turadi. Toshkent O'rta Osiyoning biznes markaziga aylanib boryapti kundan kunga. Shunga talab juda ham kuchli. Buni butun mana ochilganimizga atigi 2-3 oy bo'lgan bo'lsa ham, davlat tadbirlarining ko'pi aynan shu mehmonxonada o'tyapti. Mehmonlarni bemalol shu mehmonxonaga joylashtirish uchun shartnomalar qilib ketishyapti. Bu brendlarning kirib kelishi kadrlarning sifatini oshirishga ham ijobiy hissasini qo'shadi, chunki har bir brend o'zini trening maktablari bor, trening programmalari bor. Bu programmani o'qib o'rganib, haqiqatda shu sohada yaxshi natijalarga erishaman degan yoshlarimizga bu juda ham katta imkoniyat. O'zbekiston azaldan mehmondo'st yurt sifatida tanilgan. Bu an'ana bugungi kunga qadar o'z qiymatini yo'qotgani yo'q. Biroq zamon o'zgarmoqda. Mehmondo'stlikning o'zi yetarli emas. Bugungi turist uchun faqatgina samimiy qabul emas, balki yuqori xizmat ko'rsatish tizimi va shu bilan birgalikda esa tezkorlik va qulaylik muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mehmonxona biznesi esa aynan mana shu o'zgarishlar markazida. U an'anaviy mehmondo'stlikni zamonaviy servis standartlari bilan uyg'unlashtirib, yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Brendlar shaxsiy brendini yaratishga imkoniyat yaratib beradi va hozirgi kunda mana O'zbekistonda juda ham ko'p o'zbek brendlari yaratilyapti. O'zlarining maktablari bilan va shu yoshlarga mana universitet, texnikum, kollejlardan tashqari biz o'zimiz ham o'sha kadrni yetish chiqishiga yordam beramiz. Milliy brend yaratildi, demak milliy standartlar ham yaratildi.
Milliy brendlarimiz ko'payyapti. Mana hozir O'zbek nonushtasi degan brend yaratilgan. O'sha Bahriddin Chustiy bizni hamkorimiz. Hozirgi kunda o'sha Xivada ham katta proyekt qilganmiz. Arda Xiva kompleksi o'sha loyiha doirasida brend shef lavozimiga o'sha Bahriddin Chustiyni nonushtasidan foydalanyapmiz. Milliy brendni rivojlantirishga biz o'zimizdan hissamizni qo'shyapmiz. Demakki, buni dunyoga tanitishda siz va biz birgalikda shu yoshlarni o'rgatib tanitamiz. Aslida o'zi mehmon do'stlikni asosi bizada. Mehmon kutib olishda bizga yetadigan millat yo'q. Lekin buni qolipga solish, standartlarni jamlash, mana bu narsalarni ozgina Yevropadan olsak, bizning brendimiz dunyoda eng mashhur brendlarga aylanadi. Bugun 4 yulduzli mehmonxonalar to'liq xizmat va tajriba taqdim etuvchi kompleksga aylanib bormoqda. Endi bu yerda xizmatlar doirasi yanada kengaygan. Onlayn bron qilish tizimi, konferensiya zallari, aeroport transferi, bolalar uchun maxsus hududlar, milliy taom va hatto aqlli xonalar ham amaliyotga kirib kelmoqda. Bunday yondashuv turistning barcha ehtiyojini bir joyning o'zida qondirishga qaratilgan. Zamonaviy sayyoh uchun mehmonxona tanlashda faqat xonaning qulayligi emas, balki bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish imkoniyati ham asosiy mezonlardan biriga aylandi. Masalan, spa va sog'lomlashtirish xizmatlari mehmonga dam olish va tiklanish imkonini bersa, sport zallari va basseynlar faol hayot tarzini qo'llab-quvvatlaydi. Restoran xizmatlari esa faqat ovqatlanish ehtiyojini qondirib qolmay, balki mahalliy va xalqaro taomlar orqali madaniy tajriba ham taqdim etadi. Shu bilan birga coworking hududlarning joriy etilishi ish bilan sayohatni uyg'unlashtirgan yangi turistik toifa workation talabiga ham javob beradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda 4 yulduzli mehmonxonalarning aynan shu infratuzilmaga ega bo'lishi ularning raqobatbardoshliligini oshiradi va turistlar uchun qo'shimcha qiymat yaratadi. Bugun odamlar xizmat sifatiga, qulaylikka va umumiy servis darajasiga katta e'tibor qaratmoqda. Zamonaviy raqamli muhitda esa vaziyat yanada mas'uliyatli. Bilasizmi, internet tarmog'ida bildirilgan birgina salbiy fikr mehmonxona obro'siga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Va bilamizki, mehmonxona biznesi uchun eng qimmat narsa bu albatta ishonch. Zero mijozning ishonchi va aynan mana shu mehmonxonaga qaytib kelish istagi va shu bilan birgalikda esa ijobiy fikri har qanday reklama va raqamlardan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sifatli servis, zamonaviy infratuzilma, kengayib borayotgan xizmat turlari orqali O'zbekiston jahon turistik xaritasida o'z o'rnini yanada mustahkamlamoqda. Bu esa mamlakatimizga kelayotgan har bir mehmon orqali ijobiy taassurotlar yaratilishiga xizmat qiladi. Siz bilan boshlovchi Azizbek Berdiyev bo'ldi. Dunyo bo'ylab telekanali xush kelibsiz ko'rsatuvida ko'rishguncha.